Rossiyadagi hind migrantlari aslida rus tilini o'rganishi kerak edi. Qanday O'zbekiston? Yaxshimisiz, zo'rmisiz, charchaysizmi? Endilikda ular o'zbek tilini o'rganishga majbur bo'lmoqda. Maydalab, kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab. Sababi ular ishlayotgan joylarda ko'pchilikni o'zbeklar tashkil qilgani uchun muloqot tili sifatida o'zbek tiliga ehtiyoj kuchaymoqda. İşanıp senga qarab, aldanib qoldim mana jonim. Yanada sodda qilib aytadigan bo'lsak, Rossiyadagi asosiy ish beruvchilar o'zbeklardir. Bu esa o'zbek tilining amaliy hayotdagi ahamiyati tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Qadrli do'stlar, videoni tomosha qiling, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugun qor birinchi bor today. December first time we have a snow and we are in the top of the Qarshi davlat. Maydalab, kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab. Unutilmas uchrashuvni esladim. Esingdami ko'zingga qarab, chiroyingga seni bo'lgan edim mast. Lo'ladi, yana qilaran yomg'iri lo'ladi. Erkalanib turarding yosh bo'ladi. Shunday baydu bo'ldi muhabbat jonim. Esingdami yom 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 yom. Tomchilari tom 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 tom. Seni qo'lingdan ushlab asta baylab yuragimni shu 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 shu. Yuragim to'ldi man, bu qalbim o'ldi mana jonim. Ko'zlarim to'ldi mana, shu dardga qoldi mana jonim. İşanıp senga qarab, aldanib qoldim mana jonim. Kutganim bo'ldi yolg'on, sevganim xato bo'ldim jonim.